Hoy, assalomu alaykum. Men sizlar bilan Merto Minecraft. Merto streamer degan. Sizlar bilan ko'rishganimdan bahoyatda xursandman, lekin hozir bitta narsani to'g'rilab olishim kerak. Mana bu 50 fonni хотя бы 55 qilib qo'ying sizlar. Yo'talganim uchun har doimgidek uzr. Hop, bugun men bizneslarni ko'raman. Takkoy pullarga ega bo'lish kerak. Go'zal do'konim, mana birinchi qilib turgan do'konimga xush kelibsizlar. Hop, mana sizlarga nima bo'lgan? Oy, kechirasizlar, hayajon boshqa. Kechirasizlar. Kaltamni sindirib qo'ydim, mayli boshqa kalta olaman. Haqqoniy bo'lyapti emas. Короче, men boshlanishda mana bu uyda edim. Bomj edim. Keyin bu yerda mana bitta bratanim qo'llab-quvvatlab yubordilar va keyin men shu biznesmen bo'lib ketdim. 3-qismda hammani ko'rib turganimdan bahoyatda xursandman. Qandaysan? Ey yaxshi, bugun kassa to'ldi. 2 sborka to'ldi. Juda ham dahshat bo'ldi. O, yaxshi. Pullar. Sizlar yaxshi ko'raman. Tak. Hamma pulni olaman. 2 sborka deganda bo'lganda. Buni qaranglar. Qaralar. Takkoy ketyapti. Inventar pul to'ldi. Qo'yilman lekin kecha ishlaganingga. Ko'rib turamiz. Kartamda boshqa pul yo'q. $8,000 ishlabdi. Endi kafemga borishim kerak. Naqalarim kelgan bo'lishi kerak. Ishchilarim. Kafe. Qani? Qanday ishlayapsiz? Ishlashlaringizda o'zim joydan to'g'ri. 7 bo'lsin chiroyli. 7 bo'lsin chiroyli yoqtirib qo'ydim. Hop, uzun chiqarib bu joyni qo'ysanmi? Kechirasizlar. Tak. Bu yerga chiq. Manzarani. Shader bo'lganda juda zo'r bo'lardi. Lekin mana kompyuterim hali shaderni ko'tara olmaydi. Qanday birat, yaxshimi? Ey bo'ladi. Lekin hech qilmadi, pullar mana bo'ldi. 2 shkaf, bitta kassa. Wow. Har doimgidek bu yerdan taxtlarni terib olamiz. Wow, buni qaranglar. O'zi botdi shopga mashina. Qochi. Wow, shuncha pul. Kuroslar, men boyman. Wow. Endi boyagi yangi bo'lgan kafemiz bor. Kechirasizlar. Kafe meni kutib ol. Qayerda edi o'zi kafe? Esimdan chiqdi. Ishlatmaslikka harakat qilyapman ko'proq. Lekin iloji bo'lmayapti shu videoni ichida. Halo, ana bu yerda edi kafe uchib boramiz. Mana slotni kafe. Aylanib o'tamiz. Mana kafeyim. Kechirasizlar. Qandoq bratan? Nima zo'r. $50 shaurmalarni sotib tashladik 20 bittasini. Yaxshi. Bu endi shu $100 $150 qanday brat? Baliqchi. Yaxshiman. Yaxshi, bugungi pulimiz $129,050. Kechagidan $1,050 ko'p doxod qilman bugun. Wow. Kechirasiz. Bolacha. Ozgina ko'chani aylanamiz. Mana uyim. Yonimdagi zamonni qo'yishdim. Wow. Tak. Men bu yerga uyimga keldim, endi borib mana bu maydalarini bu yerga qo'yamiz. So'pni olib mana bu qo'yamiz. Buni
barcha pulimizni mana bu yerga seyfimni boy qilaman bugun. Seyfim to'labdi-ku. Yana bitta seyf olish kerak. Qaranglar, puli ko'pligini yana bitta seyf olgim kelyapti. Mayli, $1000 edi bo'lsa. Pulni berib olaman. $1000 edi. Obale pul bo'lib olamiz. 8 mana $1000. Buni qaranglar. 46 pulga qo'yamiz va yana bitta seyf bizada. Qaranglar, mashina ketadi. Ana shu yer to'ldiraman. Shekilli. Bu ham kodi 20 bo'ladi. Chunki biz 20 ta obunachi bo'lishimiz kerak. Bu tezroq, qancha tezroq bo'lsa shuncha yaxshi. Va videolar shuncha ko'p chiqishni boshlaydi. Tezda obuna bo'lib qo'yinglar. 20 ta bo'lishimizga hissalarini qo'shasizlar. Tak, soat ham o'zi 2 bo'libdi. Nimalar qilsak bo'ladi? Mana bu yerda vashiyati xalasinlikda hech narsa yo'qkan, kelinglar ovqat zakaz beramiz. Tak, mana bundan где-то 5 ta yetadi. Go'shtdan 1 kilo olaman. 6 kilo bor, 6 kilo. 3 kilo 200 gram. 1 kilo 600. Kelinglar, bizda nima ketdi? 6 kilo. Qimmat bo'lsa go'sht maza qilinglar. Kotelladan где-то bitta yetadi. Mayli, biza biznesmenimizda 10 ta olaman. 15 ta olaman. Nutella. Suvdan bir pachka olaman, bir pachka, bir blok. Ana, endi nima olsam? Kechirasiz, endi mana buni olamiz. Ashqa bir pochka. Bizadan esa hozirdan nech pul bo'ladi? Bizadan $5650 bo'lar ekan. Bu bo'limizni xolajinligim to'ldiradigan darajada narsalarni olib chiqib qo'yganman. Xolajinni yozgina satrobga qolamiz. Mana bundan obale. Hoppa. Xolajinligim to'la tursin-da. Obale. Mana xolajinligim to'ldirdim. Endi nima qilaman? Kommentariyaga yozib ketinglar, nimalar olsa bo'ladi. Pul vashiyati mana buni qaranglar. Pul bitta to'la yarimta, 1,5 ta to'la pulli seyfim bor, nima deyapsizlar? Soat 4. Kechirasizlar. Soat 4 bo'libdi. Bu paytga kelib qulog'ingizda. Bu paytga kelib biza o'z bizneslarimiz takoyni bo'ldi. Qaranglar, vashimiz. Shu qatorda mana eslatib o'tishim kerak. Bu video sizlar uchun chiqmasligi ham mumkin edi. Chunki tushuntirib o'taman. Chunki qaranglar, bu videoni tayyorlash uchun menda 20 soat vaqtim ketdi. Xo'p, sizlar shuning uchun kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Aman esa endi 100 ming so'm bermayman. Ya'ni men sport o'ynaganman. Korоче, har kuni bittadan qism video qo'yib boraman YouTube'ga. 20 ta obunachi bo'lmaguncha deb. Agar hozir 100 ming berardim bu video chiqmaganda. Mayli, obuna bo'lib videoga like bosib qo'yinglar, iltimos. Meni 20 ta tezroq obunachim bo'lsa, bu challengedan men o'tay. Shunaqa bu challengedan o'tsam 1 million so'mning egasi bo'laman. Kuni sanasi yo'q, lekin har kuni agar video qo'ymasam 100 mingdan berishim kerak. Shuning uchun meni video qo'yishguncha vaqtim yo'q. Amani singlim bor, shuning uchun tezda obuna bo'lib, videoga like bosib qo'yinglar. Ko'pchilik ko'rishini istayman bu videoni. Men o'zi katta YouTuber bo'lmoqchiman va men real hayotda challenge'larni qilishim uchun 20 ta obunachi bo'lishim kerak. Hammaga xayr, sog' bo'linglar. Bugungi qism 3-qism shu bilan tugadi. Xulab bo'lyapti. Aynan hozir 18 bo'lsa, xulab videoni tugatamiz. Yangi kundan. Tak. Yaxshi. Qarab. Bosib turamiz. Bos. O'tirib bos. Turib bos. Yappa. Ssenariydan chiqib ketdi bu. Bunaqa joyi yo'q edi ssenariyda. Yeydigan joyi. Mayli, uxlamagan bo'lsam siz videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ying. Baribir. Uxladik. Bye bye.